Selam, qadrdon muxlislar. Bugun kech bo'lganda bitta srochniy vizit tushib qoldi. Mollarimiz uchalasi ham oqsil bo'libdi. Burunlaridan boshlanibdi. Tilla ham o'sha. Arayamayapti. Yemaydi u ham. Sigir yelinini ko'ring, yelinini. Sigir yeliniga ham o'tgandirdi. Bular shu o'chib qopti mana. Voy o. Kecha endi boshlab o'tdim. Tirnoqlarni-chi, yani margan sofkali suv bilan yuvib turgan, menni ko'parosi qilib. Sigir yeliniga ham o'tibdi. Sigir yelinini ham puf-puf bo'lib turibdi. Temperaturasi ham bor ekan. Mana o'sha o'yilishi ham boshlabdi. O'sha yara bo'lishni boshlabdi sigir yelini. Shu birinchi kun aytmabsizlar-da. Mazasi bo'lmayapti deb. Endi bo'p qoldi deb o'ylaydi. Shunaqa o'ylash mana shunaqa olib keladi, mana qaltirashni qarang. Va oyog'ini ko'rasam, orasini mana shunday bichilib ketadi. Mana shu boshlangan mana. Oyog'ini orasini ko'rasam, shu yeri bu yerda tirnoq ham tashib yuboraman bundan bu yog'ini. Yaxshi qaramasang vaqtida. Hozir qo'rqsangiz keyin yaxshi bo'lib ketadimi? Ko'p qilaman, bu lekin tirnoq qolmaydi bu. Oqsilni to'xtatadi joyida. Lekin oyog'ini olmaydi. Margansovka, medniy kuporosi, mana ham tirnoqlarni boshlandi. Mana shu oyog'ini ham qo'ya olmayapman. Siltalab o'sha. Oyoqlarning orasida boshlangan o'sha. Sigirda ham to'xtaydi, faqat yelinni sirasi to'xtab ketmaydi. Shu qo'ldan foydalanamiz. Xudo xolisi 3 kunda o'ziga keladi mollaringiz.